Agar qo'yni to'g'ri boqmasang, u tez ozib ketadi, bolam. Hozir senga qanday parvarish qilishni ko'rsataman. Agar qo'y tez katta bo'lsin desang, pichan bilan birga maydalangan arpa, makkajo'xori va biroz kepak aralashtirib ber, bolam. Juda tez semiradi. Agar qo'y orqali biznes qilaman desang, eng zo'r variant bu arashan qo'ydir. Ham qimmat, ham tez katta bo'ladi. Arashan qo'ylar jahon bozorida ham savdosi chaqqon. Agar shu qo'y bolasidan sotib olib yaxshi parvarishlab sotsang, soqqani tagida qolib ketasan. Agar qo'y orqali biznes qilishni xohlasang, menga obuna bo'l. O'zim senga o'rgataman va tez orada daromadga chiqasan. Agar qo'yni to'g'ri boqmasang, u tez ozib ketadi, bolam. Hozir senga qanday parvarish qilishni ko'rsataman. Agar qo'y tez katta bo'lsin desang, pichan bilan birga maydalangan arpa, makkajo'xori va biroz kepak aralashtirib ber, bolam. Juda tez semiradi. Agar qo'y orqali biznes qilaman desang, eng zo'r variant bu arashan qo'ydir. Ham qimmat, ham tez katta bo'ladi. Arashan qo'ylar jahon bozorida ham savdosi chaqqon. Agar shu qo'y bolasidan sotib olib yaxshi parvarishlab sotsang, soqqani tagida qolib ketasan. Agar qo'y orqali biznes qilishni xohlasang, menga obuna bo'l. O'zim senga o'rgataman va tez orada daromadga chiqasan.